12-aprel sanasida do'stlar, qaranglar, Realtiyago degan gilosimiz уже mana oqarishdi. May oyini boshida pishadi. Ertagidan xudo xolasa ertagi joylarga ekaverasizlar. Do'stlar, kolonna meva tanasidan qaranglar. To'la meva tanasi. Daraxtimiz 5-yilda xudo xolasa 100% meva kirdi 5-yilda. O'tgan yili ham bu bog'dan zo'r sotilgan. Qaranglar do'stlar, juda katta qattiq gilos, chidamli. Xudo xolasa ertagi joylarga Tiagoni ekamiz. O'zini 100% chaynatadi. Panikka ham ekaveramiz. Xudo xolasa do'stlar, bizda buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yamiz. Noyabr oyida sotuvga chiqadi. Do'stlar, qaranglar, bitta shaqida 2 kilo meva bemalol chiqadi. Hozirda o'zida mana shaqini ko'tara olmayapti mana bu. Bunga ko'p. Buni sidelatish kerak do'stlar. Buni uzib sidelatish kerak. Sababi yirik kalibrli gilos olamansa, buni uzib sidelatib kamaytirsa 2 kilo bas, mana shaqdan 1 kilo meva olinsa, xudo xolasa kalibrda zo'r meva olsa bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etamiz. Like'lar bosamiz. Gilosga qiziqqan do'stlarga videoni tez jo'natamiz.